Navbatdagi avtomatika darvozalarimizni yuklab qo'yyapmiz. Ertagalikka Andijondagilar bo'lsa, ko'rishyapgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, o'lchab qaytamiz. Faqat bitta iltimosnomamiz bor. U bugunning o'zida 3 ta mikronik Farg'onaga bitta o'rnatilgan bo'lsa, 4 ta o'rnatdik. 6 ta razmer o'lchadik. Hozir o'zi jami zakasimiz shunda 30 dan oshib ketdi hozirgi momentda. O'shani hisobiga bir haftaga o'lyapgandik. Imkon qadar 15 kunga o'lib o'rnatib beramiz. Bir hafta ya'ni cho'zib qo'ydik. Klientlarga ham xabardor qilib qo'ydik. Telefon qilib, ozgina cho'zilib qoldi zakaslar. Orqasi borlar ham mana kecha bu anchadan beri o'zi uxlamaydi ham. Uxlamasdan mana kechasi bilan ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. Lekin zakaslar ko'p. Ulgurganimizcha o'rnatib beryapmiz. Bundan bag'ida o'lchaganlarimizni imkon qadar 15 kun orasida o'rnatib berishga harakat qilamiz. Tushungan mijozlarimizga rahmat aytib qolamiz. Shunga bundan keyin o'lchaganlarimiz 15 kun ichida, u ham ko'pga emas, ozgina harakat qilib, orasida yana bir haftaga tushirib qo'yamiz. Hozircha ko'payib ketish. Bugun o'zida ham 6 tadan o'shoq o'lchab keldik. Jamida 30 tadan oshib ketdi zakasimiz. Hozir o'rnatadiganimiz. Shuni hisobiga imkon qadar harakat qilamiz tezlashtirib o'rnatib berishga. Kimga shunaqa avtomatika darvoza xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.